Assalomu alaykum obunachilar. Navbatdagi zakaz prinsipimiz tayyor bo'ldi. Buyuk sanaga esa 2025-yil 12-iyun kuni Xudo xolasa buni dastlabki qilib jo'natyapmiz. Bu prinsipimiz razmeriga keladigan bo'lsak 180 ga 290 oldi, yarim krel bo'ldi. Borti 50 sm, reshotkasi 70 bo'ldi. Poldan 120 bo'ldi. Yaxshi furalarga qo'yadigan, yaxshi tentdan qilib berdik. Ramlar hammasi shivildir, yaxshi stoplardan. Bu Farg'ona viloyatiga berdik bu prinsipimizni. Yarim krel bo'ldi, yarim ichkarida, yarim tashqarida. Lastitti 15 ballonlar bilan, broy torvalar bilan 76 lik traktor prisollaridami? Traktor prisollarida. Tentlarni ham yaxshisidan qo'yib berdik. Mana bu yerda yana rom nomeri, bu yerda bilkasi. Kamaz sharoitli qilib Cobotga berdik buni. Hamma narsasi bilan. Hozir xudo xolasa ortib jo'natib yuboramiz buni. Kimga shunaqa prinsiplar kerak bo'lsa, ekranda telefon nomerlarimiz qo'yamiz, murojaat qilaverasizlar. Har xil turda prinsiplarimiz bor. Mana bu yerda shoss spravkasi mana. Dokument shunday bo'ladi. Shoss spravka bilan beramiz. Gaydan nomer olasiz. Mana bu yerda kamaz sharoitlar bilan Cobotga berdik buni. Mol tashish uchun. Tagi pol bo'ldi, 3,5 cm lik qalin poldan qilib berdik mana. Taglari pol. Kimga shunday prinsiplar kerak bo'lsa, ekranda telefon nomerlarimiz qo'yamiz, murojaat qilaverasizlar. Har xil turda prinsiplarimiz bor. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.